Barchaga assalomu alaykum. Ekran qarshisiga yaqinroq kelib oling, chunki bugun biz sizlar bilan eng mazali bo'lgan golubtsini retseptini birgalikda o'rganamiz. Birinchi bo'lib bitta piyozni maydalab to'g'rab olamiz. Ketidan sabzi hamda kartoshkani ham videoda ko'rsatilgan usulda to'g'rab olamiz. Endi navbat pomidorlarga ham videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Yaxshilab qovurilgan mahsulotlar ustidan suv solamiz. Suvi xohishingizga ko'ra solsangiz bo'ladi. Endi navbat nachinkasiga. Nachinka uchun bizga kerak bo'ladi 2 dona maydalab to'g'ralgan piyoz, farsh hamda guruch. Barchasini bitta idishga solib yaxshilab aralashtiramiz. Aytgancha ustidan taxminan 50 ml atrofida suv solamiz. Tayyor nachinkani bulg'or qalampirlari ichiga solib chiqamiz. Endi bu go'zallikka qozonga yuboramiz. Suvlari qaynab chiqishi bilan qopqog'ini yopamiz va 45 daqiqaga past olovda dimlab qo'yamiz. Mazali bo'lgan taomimiz ham tayyor bo'ldi. Video ostida izohlarda fikringizni qoldirishni hamda like bosishni unutmang.